Unda olsa programımızı başlap kessek. Şimdi anlayayım. Hem de diasporada elbette davamızınki yılı qarsak hem de şu işgaliyetten keyin milletimiz meyli Türkiye'dekini qısaq mesela İsa Yusuf Abdikin bolsun, Muhammed Emin Buğra bolsun. Şular bilen selingan bu uruq ve bu yerden Türkiye'den bütün Avrupaga tarqalgan qo'ldan kelgan bütün tirishchanlikni ko'rsatib milletimiz şu uzun yillardan beri izchil davomlashyapti. Bu tajovuzchilarninki lager siyosati dünyanın bütün dünyada kun tartib kelgandan keyin bu irqiy qirg'inchilik masalasi dünyada qaytadan bir Şarq Türkistan davasını bu milletning tatib alamları dünyada qaytadan bir kun tartib bo'ldi. Endi mushunda bir davolg'ishdan keyin yana bugun bir xil turg'unlikqa kelgandek bir kayfiyat var endi. Şu an bugun endi bir axborotchi bo'lib chiqdingiz bilan sizga davo bugun qaysi bosqichga keldi? Yuqori pallaga chiqib olib biraz bir turg'unlik nuqtasiga kelyapti. Bu şaxtaki bir ko'z qarashingizni anglab boqmasak. Ko'p rahmat bu savolni so'rag'iningizga. Albatta, endi siz bilsiz muxbir bo'lish sifatimiz bilan biz hech qanday bir siyosiy tashkilotlarga yoki ommaviy tashkilotlarga a'zo emas, faqat betaraf turib shularning elib berayotgan faoliyatlari, ularning maydonlarini anglitimiz endi. Bu yüzden muxbirlik shunday bir alayda kasbki, hamma guruhlar bilan o'xshash munosabatda. Buning uchun biz texmi yaxshi kuzata olamiz, chunki jiroqdan. Endi menimcha Uyg'ur davosi davatgan davoning boshlanish nuqtasi va hozirgacha davomlashib kelayotgan bu g'oyasida hech bir farq yo'q, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligi, ya'ni Uyg'urlar elining Xitoy ishg'oliyati ostida ekanligidek bir reallikni o'zgartirishga o'zining kuchini sarf qilish va kuchli davlatlarning va bizni himoya qiladigan xalqlarning allarning bir hissdoshligiga erishib bizning chet ellarda turibmi shu Xitoyga qarshi faoliyatlarimizni kuchaytirishimizga hamdamda bo'lishini qo'lga keltirish shundoq bir davo bilishimcha. Halbuki o'xshamagan yo'llarni tutish fikrlari mavjud bo'lsa-mu, bu yerda g'oya birligi yana bir erkin Sharqiy Turkiston, mustaqil Sharqiy Turkiston qurishdek o'rtaq bir narsa bo'lg'achqa, yanala chechilganlar yana to'plashib bir yerga kelib, yana ba'zi bir fikr ixtiloflari bilan o'zlari o'xshamagan tashkilotlarni qurib qilgan bo'lsa-mu, menimcha bu yerdagi g'oya birligi bizdagi eng cho'ng qurolchi. Bu nurg'un davlatlar, nurg'un mustaqilligi ishga oshmayotgan bizga o'xshash mustabid ostidagi millatlarda kam uchraydigan bir narsa. Biz bu jihatda intayin aniq qarshimiz. Chunki buning Xitoy bilan madaniyat farqimiz, bo'pmi, diniy e'tiqod farqimiz bak cho'ng rol o'ynadi deb qarayman. Hech qachon Xitoyni o'zimiz bilan teng ko'rmadik. Hech qachon Xitoyning biz bir qismi deb qaramadik. Ming yillarning shunday o'g'ashqa islom dinini jini bilan, qini bilan, butun ro'yiti bilan qo'g'dab kelgan bir millat. Shuni intayin ixlos va eng pok musulmonlar shu Uyg'urlarniki amaliyotda deyman-ku. Shu menimcha endi tashkilotlarning keyingi davrlarda tutgan yo'li ba'zilar ya'ni cho'qim vatan deganni kurash qilib qon to'kib oldi deb ba'zilar u bir yo'lni tutqansa, ba'zilar tinchlik yo'li, ya'ni namoyishlar, o'zimizningki haqidagi kishilik huquq doklatlari, kishilik huquq ya'ni talab qilish harakatlarimiz orqali mustaqil o'z huquqini o'z belgilash degandek xalqaroliq nim deyman-di, o'zining erkinligini qo'lga keltirish uchun tirishayotgan shunda bir turkumdagi xalqlarning, masalan Tibetlarning ashunday da'vo yo'lini o'xshash tutsak, bu texmo ya'ni bexatarroq bir yo'l deb qaraydi. Lekin bugungi realligimizni e'tirof qilishimiz kerak. Mayli qaysi yo'l bo'lsin, o'xshashlar oxirgi hisobda biz texcha o'z mustaqilligimizni qo'lga keltirganimiz yo'q. Hatto yildan yilga bizning xalqimizning vaziyatida og'ir o'zgarishlar bo'ldi. Xitoy kuchayib mandi. Endi bu bir reallik oldimizdagi. Endi meningmi mayuslangan vaqtlarim bo'ldi. Men 25 yillik muhojiratlik hayotimni xalqimning dardini anglatish,
xalqımğa hem dünya vəziyyətini özlərə dünyanın qanda qaraydiganlığını anlatış. Hem hak hukuklarının nimi ikənligini düşendiriştek bir nimler bilen məşğul bolduq. Hatta bugünkü vaqtın özdümü Uyghur xalqı özünün hak hukukının yani tug'ilish bilan berilgan Allah tarafidan berilgan bu erkin so'zlash, erkin kiyish, e'tiqod qilish, o'zining farzandlarini o'zi xohlagancha tarbiyalash, hatto xohlagan joylarga berishdek haq huquqni Allah tarafidan berilgan bir erkin yani huquqlar, tabiiy huquqlar ekanligini tushunmaydi. Azroq shu narsalarga erishib qolsa partiya hukumatim menga yo'l qo'yganlik uchun deb tushundigan. Uni azroq nima qilsa, rejimga uchursa, ha bu hukumatning siyosatlariga taqashqini uchun men buni bo'ysunishim kerakga deb bo'ysunmaganlarni Xitoy hukumati so'ligan bo'lsa, shu xuddi haqliqdek, hatto shu beshiga kelgan kulpatlarni haqliq deb sezayotgan Uyg'urlar bo'lishi mumkin-ku. Hamda bu uzun yillik shu mustabid hokimiyatning ostida yashagan millatlarning hammada ko'rilgan benormal psixikalik bir xil qulluq mijoz ekan hamda. Ashunda taslim bo'lib ketgan Uyg'urlarimizmi oz emas, oq ko'ngilligidan, shu dunyoni ko'migindan, o'zining qimmatini bilmaganligidan, o'zining huquqlarini hech qachon voyaga yetkazib bir harakatida mundaq huzur olib boqmagani uchun haqiqiy erkinlikning nimaligini bilmaydi. Uchun yanil bu jihat xalqimizni tarbiyalashimizga to'g'ri keldi hamda. Mushundaq bitta chet elga chiqib qolgan odamlarimizmi oz emas. Shunga meningcha hamda bizda cho'ng ixtilof yo'q. O'xshash g'oya bo'lgandikin, men shu cho'qim birlashish kerak, birlashmasak bo'lmaydi degan bu tashviqotni yaxshi ko'rmayman-ku o'zim shaxsan. Nima uchun birlashib olsa, cho'qim birlashishdan hojat yo'q, hamkorlash. Bir-biringlarni e'tirof qilish eng muhim. Bumi o'xshash ishni qilyotdi o'zining kuchiga yetishcha. Menmi o'xshash ishni qilyapman, ya'ni o'xshash bir nishonga yetish uchun harakatlanyapman. Mening yo'lim bo'yicha. Shunaqa bir-birimizni e'tirof qilganda, endi bu yo'l xuddi poyezdning relsidek uzaydigan gap. Ikki tarafga chechilganda bu poyezd mangmaydi. Shunga o'xshash meningcha bir-birimizni hurmat qilish asosida bir-birimizning fikrini yani to'g'ri tushunish, anglash asosida hamkorlik qilmadim muhim. Men shundaq bir tashabbusni qo'llayman yani. Bu mening tashabbusim emas, ammo mushundaq ruhni, mushundaq tashabbusni qo'llovchining birisi. Shuning uchun bundan keyingi yo'limizda shu savalliklarimizni tuzitishimiz to'g'ri keldi. Chunki biz endi nurg'un Uyg'urlar badal to'laganlarmi shuncha qildim. Hech nima ma'lum edi-ku, baribir xalqim yana shu asorat ostida-ku, davlatim yana munqarizlikning ichida-ku deb ma'yuslanishimiz mumkin. Lekin biz jiqishlarni qildik, to'lagan badallarimizga loyiq bugungi shu Uyg'urlarni tushunish, Uyg'urlarning erkinlik orzularini hurmat qilish bu narsa hamda bu tuyg'u nurg'un xalqaralashdi desak bo'ldi-ku. Ularga tashkilotlarimizni qo'llamaydi emas, qanday qo'llashni bilmaydi, chunki notunish. Biz o'zimizning ichida harakat qilib kelayotgandak, o'zimizni o'zimizga tonishtiribki, oshning bilan avardakli his qilmay ba'zida hamda 20 necha yillik kuzatishim jarayonida datalash qilishga tegishli emas temalarga bakarak kuchimizni beramiz. Haqiqiy masalani hal qiladigan temalar jiroqlarni qilib qo'yatadi. Shu meningcha qarindoshlarimiz shu badal to'laguchilar ko'p xizmatlarni qildi, uning natijasini ko'rdik haqiqatan. Burun qilganlar medialarga va yoki har xil tashviqot nimalarga ancha chiqarilmagan bo'lsa-mu, ko'rilmagan bo'lsa-mu, masalan, uni deganim biz yengkap shu Erkin Osiyo radiosi ishlagandan tortib, shu Robiya Qodir xonim sahnaga chiqqichi bo'lgan oraliqda biz chet ellik muxbirlarning Uyg'urlarni ziyorat qilganini ko'rmagan. Uyg'urlar haqida bir xabar berganlarini bir cho'ng bir nimada berib qolmasa, cho'ng voqealar yuz berganda unda bir diqqat qilib xabar berib baxmaganda shu Robiya xonim yangi turmadan chiqib Amerikaga kelgandimi men bak umidlangan xuddi 3-4 kunda bizning endi davlatimiz mustaqil bo'ldigan bo'ldi deb, yo'q biz umidni bir shaxslarga, bir yo'lboshchilarimizga yoki tashkilotning beshidagi odamlarga bog'lab olyapmiz. Bu
nima deyman, davani tushunmaganlikchu. Mushu keyin chiqqan masalan Uyg'ur siyosati, Uyg'ur davolarini tushunmagan Uyg'ur xalqimiz o'sha tashkilot beshidagi odamlarni bizni erkinlikka boshlab borguchi deb tushunaylik. Ularimiz sizga o'xshash xizmat qiluvchi amaliyotda mushu davlatning keyingi kelgusi mustaqillik uchun. Biz bu umidni insonga, ya'ni bağlavatımızda yanıla. Şunun için bu insanlar degan har xil xatoliklarni qilib qoladi, chunki u inson. Hammamiz o'xshash. Uning xizmatini e'tirof qilish bilan birga agar uningda xatolik yuz bergan bo'lsa, uningki xizmatini e'tirof qilmay o'zini yerga urimizda, shuninglar uning qilgan bir muncha o'sha xatolashning oldingi xizmatlardan hammani yo'q qilamiz. Shuninglar bu da'vo xuddi ilgirlamayotgandek, shu bir insonning xalq qalbidagi yoki ko'pchilik shu nima deymiz, jamoat qalbidagi obrazning yerga tushishi bilan bu da'voning shunchalik uzun bo'lgan natijalarini tang yerga tushib yer bilan yakson bo'lib ketsa, bu adolatsizlik menimcha. Bu da'vo degan qo'ldan qo'lga o'tadigan, kuchayamaganda yana birisi kuch ulab yugurashga o'xshash. Aka sen mishagich kelsan, men davomlashtiray deb bunday yuguraydigan bir da'vo bo'lish kerak. Buni hammadan tuta olish kerak. Shundaymi? Biz xuddi shu da'vo beshidagi insonlarimizga va yoki har qaysi yashayotgan davlatlardagi shu davlatlarning siyosiyonlariga bu mustaqillik irodamizni, umidimizni bog'lab qo'ysak, afsuski umidsizlanamiz. Bu umid hammadan yuqorida turadigan Allohga bog'lanish kerak eng boshda, ondan o'zimizga. Men nima qildim? Men nima qila olayman bu sharoitimga? Masalda. Bu narsani bir aqalli bir narsa, ammo lekin xato bir boshlash bo'yicha cho'qinish. Mesela dava beshlik qilayotgan ishni hargiz men qila olmayman deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. Ilqi bu to'lagan badalni men to'lab bo'lmayman. Nima to'lab bo'lamaysan? Sen Sharqiy Turkistonning egisi bo'lishni xohlasan, uning uchun badal to'lashni o'rganishing kerak. Sen hech qanday badal to'lmay turib, qanday bu men Uyg'ur, men Sharqiy Turkistonlik degan bu suyumlik so'zdan manfaatlanaysan. Shu men deyman, uning uchun bir badal to'lashni o'rgan. Mayli kichik, mayli cho'ng. Hech bo'lmasa qalbingda, ha? Hech bo'lmasa qalbingda men Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur. Hech qachon hech kimga qul bo'lmayman. Mengu mushu yuragimdagi vatan bilan yashayman deb bunda bir aqidani, irodani ichimizga solmasak, bu chet elda tatiyotgan mushkul haqiqatan mushkul hisoblandi. Bo'lmasa siz bir ishlarni qilayotgan bo'lsangiz, shu mushkul sharoitda u huzur, ha, mening qilayotganlarimni Alloh ko'rib turibdi-ku. Qanchalik qalbimda vatanga so'ygim borligini, buning uchun qanchalik badal to'lashga tayyorligimni Alloh ko'rib turibdi. Buni cho'qim savob yozdigan. Yilqi bir ishonch, umid bo'lmasa, qarang. Bu narsani davomlashtirmoq, muhojiratdagi bu qatma-qat besim, bu hijratdagi judolik azoblarga, zarbalarga hech birsiga biz tayyor bo'lamaymiz. Eng boshda o'zimizni shu mustaqil Sharqiy Turkistonning muhim bir parchasi, mundaqcha aytganda bir binoni qurayotgan bo'lsak, men kesak bo'lamsam, shu binoni qurgan, bir tal mixman, bir tal yog'ochman, mensiz ma bino o'rtira olmaydi deb tushunish kerak, menimcha. Hammamizning o'xshamaydigan yerlarda rolimiz bor, o'rnimiz bor. Shunga har bir Uyg'urning og'zida emas, ya'ni qalbidan u vatanni so'yishini orzu qilaman. Ko'p rahmat, nihoyatda tafsiliy javob bo'ldi.